Assalomu alaykum. Muslim Chora kanalini ashaddiy obunachilar akalar. Bugun 2 dona nasldor buqachalarni olib kelib qo'ydim. Sizlarga chiroyli qilib yoritib berishga harakat qilaman akalar. 27-dekabr bo'lyapti. Hafta kuniga shanba bo'lyapti. Ko'ringlarchi? O'ta suvaylik, orqalari karobga butun buzoqlar keldi akalar, qaranglar. Sifatni qaranglar, sifatli buzoqlardi akalar. Andijon viloyati Sharxon tumanidan, o'zimiz xonadondan ona rossiyskiy, ota Golishten friz bulardi akalar. Bular ozgina chachishgan. Toza Golishten ham emas, toza Chorniy Pyostr ham emas. Ikkosini o'rtasidagi. Kimgadir ma'qul bo'lsa beramiz ishqivoziga. Pullarini o'ta yengil qo'yamiz akalar. Birinchi chiroyli qilib tanishtiray, mollarni ko'rsatay, keyin narx-navosini aytib ketaveraman. Qullar ko'rdinglarmi? Suvaydi qaranglar. Mana korpus keyinda buzoqlarni mana. Suvaydi ko'ryapsizlarmi? Ikkovi anaqani keng buzoqlarni mana. Xudo xolasa. Bunisi 1.20, bunisi 1.18 bo'y akalar. 1.20 plus minus desanglar ham bo'laveradi. Yosh oyliklari 6 oylikdan. Yaxshilab ko'rdinglar, hamma yo'g'ini akalar. Endi narxini 19 million emas. 18 ham emas, 17 milliondan bo'lsa 34 millionga. Ozgina xayri bor, dastlabkasi vodiy bo'ylab bo'ladigan qilib aytyapman. Endi bo'ladigan qilib bo'lishini aytaman. Hali birovni ham o'rmaydigan qilib mana narx aytilyapti 17 milliondan. Yangi tug'ilgan sementalni puli bo'lyapti. Yangi semental olgan bo'lardinglarmi? Yangi tug'ilgan 6 oylik rossiyskiy gibrid buzoqlarni, buqachalarni olgan bo'lardinglarmi? Akalar, kommentariyaga yozib ketinglar. Sizlarning fikringlar ham biz uchun qiziqda. Yangi tug'ilgan sementalni 1 yil boqib nechga sotasizlar? Bularda nechga sotsa bo'ladi akalar. Hammaga rahmat, hammani chorvasiga baraka tilaymiz akalar. Rahmat kattakon. Like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar jigarlar. Alloh rozi bo'lsin hammadan.